Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Unda jigaringlarni ko'rishga kelib ketinglar. So'nggi payt juda ham ko'p ichyaptilar. Ichib olsalar Rossiyaga ketaman deb to'polon qiladilar. Omadsizman deb yig'laydilar. Iltimos xabar olib qo'yinglar. Rossiyaga ketib qolmasinlar. Kutaman. Omadsizman. 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 Omadsiz. Keling, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bo'ldi, boramiz. Nozingni vaqtiga qarab boramiz. Xafa bo'lmang, o'zim gaplashaman ukam bilan. Voy, nima bo'ldi o'zim? Xo'jayinim ishlari ko'payib ketgani uchun sizlardan xabar ola olmadilar. Bugun olib boramiz. Nozixon. Dilimni o'ynatar yo. Qoshingiz qarosimu. Tilimni so'ylatar yo. Akangiz nega unaqa bo'lib qolganlar? Akam maktabda yaxshi o'qiganlar. 2000-yillarda o'qib shahar olib berarmiding degan qarashlar bo'lgan. Akam ana shu qarashni qurbonlaridan biri. Institutda o'qimadilar. Voy, yo'lam uzoqqa degan rosa ham charchab ketdik odamni. Olmamin. Voy, Alimardon aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'lmi qani? Uyda? Uydami? Ha. Yaxshimisiz, Nozik? Yaxshi yuribsizmi? Bo'lmin. Yaxshimisan? Yomon. Nima bo'ldi? Omadsizman. Endi to'ylarda zakuskachilik qilib yurganingdan keyin kosa ham qaramaydi-da, uka. Ro'zani kunda ichib olganingni qara. Qanaqa yordam beraman senga? Men bir san'atkor bo'lsam. To'ylar ham oldingidek emas. Undan keyin oldimga olay desam. Sen bir kulturni emassan. Bo'la olmaysan ham. Voy, Ovsinjon, bizni jon deb yordam bergan bo'lardik, lekin bilasiz, uzatadigan qizim bor. Uni ustiga o'g'lim kontrakt oson emas. Yana kamiga Alimardon akangizni ham to'ylari kamayib qolgan. Shunga hamma tirikchiliklar o'zim bo'ynimga qolib ketgan. Ertalab chiqib ketaman, kallay saharlab salom-salomga shu to, bilasiz, qiyin, oson emas. Tirikchilik hamma ro'zg'or bo'ynimda. Bismillah. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima ahvol aka? Ahvolim nima qildi? Ha? Yur. Ovsinjon, nima qilardinglar ovora bo'lib? Shundoq kesanglar ham bo'laverardi. Ovorasi bor ekanmi? O'zimizni yaqin do'kondan. O'zi bugun kechqurunga nima yeymiz deb o'tirgan edik. Xudo sizlardan yetkazdi. Aka, bu Rossiyaga ketish fikri qayerdan chiqdi? Nima qilishim kerak? Ha? Bola chaqani boqishim kerakmi? Boqishim kerak. Hey! $400 $700 pul topishim mumkin ekan oyiga. Senlar berasanmi? Bermaysan. Dadasi, menda bitta taklif bor. Xo'sh. Xolmo'min akamni oilalari bilan birga Toshkentga olib ketsak. 100 dan oshiq odamlarga yaqin do'konni ochib bergansiz. Nima? Akangizga bitta do'kon ochib bera olmaysizmi? Xolmo'min kulturni emas. Ovsinjon, xafa bo'lmang-u, siz ham sal o'zingizga qarab yuring-da. Nozik to'g'ri aytibdi. Kulturni ham bo'lib qolar. Aqllilik qilmadi.
Men baribir Rossiyaga ketaman. Qanaqa Rossiya aka? $700 deb oilangizni tashlab ketasizmi? Men sizlarga do'kon ochib beraman. Kelinoyim bilan astoydil harakat qilsanglar, oyiga 20 million ham topsanglar bo'ladi. Biz rozimiz, ketamiz. Men o'rischa o'rganib qo'ydim-ku. Ha, yaxshi. Kerak bo'ladi. Al yaqin do'koniga ruslar ham kiradi, o'zbeklar ham kiradi. Assalomu alaykum, Xolmo'min aka. Va alaykum assalom. Kelinglar bo'ldi. Shahardan Baxtiyor akam keldi deb eshitgandik. Biz ham kelganmiz. Kelinglar bolalar, xizmat. Yaqin degan do'kon ochib berayotgan ekansiz. Biz Toshkentda o'qiymiz. Bo'sh vaqtlarimiz ko'p. Shu uchun bizga ham do'kon ochib berasizmi degandik. Juda yaxshi o'ylabsizlar. Bo'ldi, ochib beramiz. Ofisga o'tinglar. Qaranglar. 3-4 yil oldin bu bolalar meni kelishimni kutardi. Kelsam men bilan rasmga tushardi. Menga muxlis edi. Endi do'kon kerak bo'lib qopti. Baxtiyorni kutishyapti. Ha. Aka, biz sizga hali ham muxlismiz. Ya ukamsan-da muxlis bo'lasan-da. Baxtiyor ukam yaxshimisan? Bu o'zingdan qolar gap yo'q. Oldingida to'ylar ham yo'q. Shu bizga ham hali do'koningni ochib berasanmi degandim. Noziga ham shunaqa deyapti. Ukam